Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Ne'matov Vlogs kanali. Kanalimga xush kelibsizlar. YouTube'ga yangi kirib keldim. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar videoga. Bugungi videomizda Telegramga nomer olishni o'rganamiz. Telegram qirib olamiz va qidiruvga Active Number Bot deb qidiruv beramiz. Birinchi chiqqan botga kiramiz. Start bosib kanalga obuna bo'lamiz. Keyin hisobimizda to'ldirib olamiz. Va raqam degan joydan bosib, keyin arzon davlatlarni bosib, bizga Pokistonni nomerini olamiz. 7200 so'm ekan. Mana ki Vietnamning nomeri bor 5800 so'm. 5808 so'm ekan. Pokistonning nomerini bosdik va sotib olish tugmasini bosamiz va kutib turamiz. Mana ki bizga nomer berdi. Tusqalaymiz. Ko'k Telegramga kirishlarini tavsiya etmayman. Iloji boricha boshqacha Telegram qilaman. Masalan, akadan foydalanyapman. Shunday bosamiz va kutib turamiz. Va botga qaytib olamiz. Botda SMS olish tugmasini bosamiz. Mana ki SMS kod. Mana. Agar ikki bosqichli parol so'rasa, mana shuni kiritamiz. 432 97. Mana ki. Mana. Kirib ham oldik. Mana pochtalaringga ulov olishlaringda maslahat beraman. Mana ki pochtamizga ulov oldik va ikki bosqichlik parolda yo'q qo'yishlaringizni ham maslahat beraman. Sizlarga maslahatim, akalar, mana shunday nomer sotib ollang-ku, birdan hammaga yozib tashlashlaringni umuman maslahat bermayman. 1-2 kun yozmay turinglar. 1-2 kun, 3 kunlardan keyin yozib boshlasalaring bo'ladi. Yoki akkauntlaringizni Telegram muzlatib qo'yadi. Sizlarga aytdim. Sizlar bilan Ne'matov Vlogs kanali edi. Hammalaringga xayr. Salomat bo'linglar. Keyingi video ko'rishguncha kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.